Assalomu alaykum, kanalımız hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Urganch shahrimizning markazida joylashib turibdi. Bu joyimiz, domimiz 4 qavatli binoni 3-qavatida ayrim jihozlari bilan qoladi ekan. Men Xorazm Palasni ro'parasida, ya'ni yo'lni bo'yida joylashgan domimiz ekan. Ko'rib turganingizdek, bismillahirrohmanirrohim, berimizdan giriladi. Berimizdan girilgandan keyin eshiklarimiz ham turist eshiklardan, demir eshiklardan. Devorlarimiz oboy chiroyli bo'lib, oboydan chiqib turibdi. Ko'rib turganingizdek, eshigimiz devrakindan doshlarni qo'yib chiroyli qilib qo'yibdilar. Bu yonimizda samozelimiz, hojatxonamiz aziz do'stlar, remontdan chiqib turibdi bellarimiz. Birimiz oshxona bo'lgan, oshxonani zakrytый balkonga chiqarib, birimizni spalni qilib qo'yibdilar ekan aziz yurtdoshlar. Ko'rib turganingizdek, perdalarimiz bor. Otopleniyamiz ham bor. Berimizda yana ko'rib turganingizdek, hamma narsasi bor ekan. Otopleniyamiz, hamma narsamiz bor aziz do'stlar. Berimizda yana bir xonasi, ya'ni ko'rayotganingiz, berimizda shu mebellar, televizor, hamma joyimizni perdalari qoladi ekan, jaluzilar. Aziz yurtdoshlar. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, lokatsiyamizga ko'rsatib beramiz aziz do'stlar. Aziz yurtdoshlar, lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz Xorazm Palas deb aytildi. Dik yo'lni bo'yida joylashgan, bu yonimizda svetofor, bu yonimizda Dehqon bozorimiz ham yaqinda joylashgan. Avvalgi eski Satnitenda. Xorazm Palasimizni to'g'risindagi domda aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, yo'lni dik bo'yida. Pasamiz ham do'kon ekan. Do'kondan muammosi yo'q bu yerda. Yurtdoshlar, joyimizni boshlaymiz yana. Lokatsiyamizda ham ko'rdingizlar aziz do'stlar, bu yonimizda yana oshxona qilib qo'yibdilar. Oshxonani bu yerga ko'chirib 3 xonali kvartira qilib qo'yibdilar aziz do'stlar. Gaz plitalarimiz ham toza yangi ekan aziz do'stlar. Hamma joyimizda oynalari plastik ramada ekan aziz do'stlar. Berimizda ko'rib turganingizdek, berimiz spalnisi, spalnimizda qurg'oqlar qoladi ekan, perdalar, qon narsasini ikki tomonda turibdi, devorlarimiz oboy ekan. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishdan chiqmasin, podpisatsiya, like so'rab qolamiz. Do'stlaringiz bo'lsa, tarqatib bering aziz do'stlar. Shu joyimizni sotishga yordam bo'lasizlar. Hozircha aytib bo'lganlar uchun katta rahmat.